siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Men qarindishimlar Nabija Allah. Bugünkü programımızda biz vatanda bo'layotgan Xitoy tajovuzlarining qilayotgan ba'zi bir yana zulmlarni har birlari bilan bir şekilde o'rtoqlashmoqchi. Bu zulmni o'rtoqlashish ham uchun hammamiz uchun bir og'ir keladigan, hammamiz uchun yani bir deyishdim adam biraz dilg'il bo'ladigan bir ish. Ammo vatanimizga reallik, vatanimizda Xitoy tajovuzchilarining qilayotgan qilmishlari bir kun to'xtab qolgani yo'q. Zulmi bir kun to'xtab qolgani yo'q. Xalqimiz mujna zulmlar ichida ingrab turyotidi. Alloh taolo yordam tilab bir fursat kutib turyotidi qarindoshlar. İnşallah şu qarindoshlarımızning duosini ijobat qilib, bizning pat muddatda bir şu qarindoshlarimizni bir amaliy jihatdan qutulib chiqa oladigan, Xitoy tajovuzlarining o'ziga tegishli zarbasini bera oladigan shaklda maydonga chiqishga nasib qilsin deyman qarindoshlar. Pulda zavodda ishlayotidi, azam pul 200 qo'yamiz, 300 qo'yamiz degan gaplarimiz hikoya qarindoshlar. U maqsadga tejirlik odamlarga anglatish uchun qilayotgan bir ko'z bo'yamchilikdan boshqa narsa emas. Chunki rast zavod bor, zavodda ish bo'lsa, shu 8 soat shu harbiy tuzumdagidek midinamay ishlaydi. U ishlash degan shu yana bir zulmning yana bir qismi. Anandaki ular ana o'xshashlam jazolarigidek tartiblashga, jazolarigidek menjuyishga, jazo lagerigidek kontrol qilishga sebep bo'ladi qarindoshlar. O jazo lageri bilan hech qanday farqi yo'q. Faqat bir juma kuni kechda ketib uyga, anandan keyin yakshanba kuni kechgacha berib bo'lgan gap qarindoshlar. Faqatlam 2 akşam o'zining uyda xunash ruxsati bor. Anandan keyin bu jazo lageridagi qarindoshlarimizni o azayib ketdi, qo'yib berdik, maktab bitadi degan gapning hammasi hikoya. Qo'yib berdik degani bir qism yolg'onlardan mushundaq zavod korxonalarni qurib, butunlay hukumat qaramog'idagi qog'oz ishlashdan tortib, tozliq qog'ozidan tortib, o'raydigan, qachalaydigan, aniken üstüge qiladigan mushu hukumatning ichida ushaq-cho'q ishlarning hammani jazo lageridagi yenib chiqqan, ya'ni yondirib chiqqan, qo'yib berdik degan qarindoshlarimizni nomidagi zavodlarda ishlayotidi degan yana bir yerga yo'tkab, shu yerdagi qarindoshlarimizni shu yerga abiyamqidek deganimdek shu shaklda ishlarga ma'qul qilib, ya'ni o'xshash shaklda shakli o'zgargan. Ya'ni jazo lagerida maktab bitadi degan shakli o'zgardi, ammo qimmat o'zgarmadi, shakl o'zgardi. O jazo lager degan yerdan zavod degan atalg'i yerga chiqdi, ammo boshqarish tuzumi, uning mengishi, uning haqorat kuchirishi, uning depsanda qilinishi o'xshash. Faqat ko'rinish qilam yasalmış xalqni aldashqa shu yerga yerlikni. Ana endi mana xalqaradagi bizni aldashqa qo'yilgan bir shakl ekanligi ma'lum bo'ladi. Ishkirga o'tgan qarindoshlarimizni ham shunda. Turkumlab ishkirga o'tgan, ishkirga olgan qarindoshlarimiz shu shaklda zavodda harbiy tuzum bo'yicha shuning ashta shakldagi nazorat qilishi, ashta ro'yi besim qilishi, mingijuyishi, ashta shakldagi o kichkina to'tal pul berayotgan deydi. O yolg'onlardan chiqarib manch pul deyapti, o'yganch pul avatdim deganning hammasi hikoya. Bishkadamni yetkazgan hikoya dedi. Yolg'onlardan ko'rinish tashviqot uchun ishlatgan. Xitoy ustiga uyan qo'yishqa shu shaklda qilgan uyan dedi. Faqat shakli o'zgargan mengijuyish. Mana aniken turmadagi ba'zi birlarini bu turmadagi o jazo lageriga insonlar A, B, C, D deb turga arildi. A degani eng o'zgarmaganlar. B degani uni A'dan biroz to'varraklar, o'zgarishayotganlar. C deganlar biraz yengillashgan, menisi yerim yuyilib bo'lganlar degandek mana turga arildi qarindoshlar. Anandan keyin u bir turkumini mana tijorat nimidagi korxonada ishlaydi degan yo'tgan bo'lsa, bish turkumlarni turmaga yo'tkayotganligi aniq. Qo'yib berdi deganga bir hikoya qarindoshlar. U bir yerdagi bir rayondagi, masalan, Urumchidagi bir 100 yosh 200 odamni qo'yib yutiblar, mana qo'yib berdi, uyga chiqdi, uyga berib kelyapti deganning hammasi mana shakilda haqqanda shakli uchun ko'rsatib qo'yadigan narsa.
bir türküm yaşlı hemmesini işkirge vatıyotqanlımı tarqaqlış namıda şu ceza lagerinin yana bir kısmı. Türmedeki tutulgan ceza lagerinin türmü keskenliğini hesap almalık keskenliğinin sani nimigi iş biriglik. Ama terbiyeleştik sanını azaytkan köstüp onu qanday qılıp dedi san abiyamqıdak zavod karxanlığı işlevatqa yerga onu şeklini özgertip yerga qılıvatıdı. Anandikin türmüge kesivatıdı. Ayada qağan ceza lager degan yerda maktabda az qılıvatqandek sanның ko'rinayotgan yeri şu. Abiyamqı deganimdek şekli özgerdi. Qimmat yana şu beti. Xalqimiz yana uylawatıdı. Ama zulümning şeklini özgertip Xitoy har xil şekilde yana zulüm yurgizyapti. Ama yaqinda Qashqar chiqqan bu yalgan bu bana. Ayşen adı nimdida kevaz teriyotgan bir qarindishimizni sen kevazni kimdan nima qilding, nima uchun qilding, nima uchun teriysa, bu juqum mezgilda biz seni qanday qildik degan şekilde odamni ashunda bir xatolik qilib qolgan yoki o'zining kevazni o'rilish uchun nima kevazni o'zininki adam yo'q ayada etizlikda boshqa tarqildigan yo o'zi tarqildigan kasal emas odam. Ayda o'zining ishini qilayotgan odamni qig'izmaslik, kevazni o'ttirish, alni iqtisodini o'ttirish, ol bir muncha qazilib, bir muncha ish qilyapti. Ximiya o'g'itning qazi, yaning qazi, suvning qazi, bankidan qaz, bir muncha qaz bilan odamni qaziga pattirib, qazdan qutulolmaydigan, qazni bir hayotida necha avlod ishlab to'laydigan qilib o'tish. Aninkinde ruhini o'ttirib o'tish. Anın dinkin jügen iqtisadını ele aldı, yerini ele aldı terenmasa. Misal yüzüne yere olgan bolsa. Anın dinkin jü degende özünün üymülük hiçnimisini koymaslık. Hiçnimisini koymay ana bütünley xanı veyran qılıp ötiş. Maksat bu. Xanı veyran qılıp ötiş cuma adı şekli özgergen şekilde alını türmüde cezalargır şekilde kılış xanı veyran qılmaz. Mani iqtisad cihetten, yeridin, milidin, bütün mülküdün, əsli, vəsiltin bütünley qurtup Uygurundan bütünley qurtup aşı işlemisiz qılıp ma kallıdan ketkizip hayatını iştirek üzünün aşı zerdap jutup açık jutup işte ülep kessin. Ma gün iştirek yo'qolsin deb bizni ah bilan zerlab o'tdagan Xitoy, aydiskisini taqib o'tdagan Xitoy, milliy bo'lgunchi terrorist deb o'tdagan Xitoy, namoz o'qiding deb o'tdagan Xitoy, ish qilib bizga milliy bo'lgunchi, aqchi, ko'kchi hammasi bu bizni yo'qotishdiki do'ppa qarindoshlar. Bizi keltirayotgan do'ppalar mesela siyosiy o milliy bo'lgunchi, diniy asabiy unsur, aksil inqilobchi, aqchi, ko'kchi deganning hammasi do'ppa. Bizni faqat yo'qotishdiki qo'llanayotgan vosita bu. To'liq o'tirib bitgan o'quvchilarimiz hech qaysini tangdin to'lisidagi yer aylardagi o'quvchilarni hech qaysini nimaga o'tkazmadi. Universitetlarga o'tkazmadi. Qanday qildi? Bularni kesbiy tarbiyalash markazi deb bir kesbiy jihatda nimalarni qurib, ashariga harbiy shaklda olib bordi. Demak, maktab bitgan o'quvchilarimizni to'liq o'tirib bitgan universitet kirgizmay turib, shakli o'zgargan kesbiy tarbiyalash markaziga olib siyosiy o'rganishga, u yerda kesbiy tarbiyalash nomida yataqliq sulashga, ashadicho uni bir shaklda yo'qotishga otlandi. 95% ya 98% dedi. Tug'ish yeshidik ayolning hammasi operatsiya qildiryapti dedi. Chet eldan kim kirsin birinchi qildigan ishi mushu tug'ish operatsiyasiga diqqat qilsin dedi. Qarindoshlarimiz. Shu tug'ish operatsiyasiga qaranglar. Har qanday qizvalda, har qanday tug'ish yeshidik qizvalda bo'g'itlik. Demak, bizning naslimizni qurtib etmoqchi qarindoshlar. Naslimizni qurtib. Yeslidan tatib lagerda qurib abdida keladigan ya kelmaydigan. U ya bu yerda ishlayotganning hammasi shekil degan. Mana bizga o'rnak olib yo'qotilish uchun qo'yib qo'ygan bir turkum odamlar. Biz hozir bir qo'limizdagi isbotlarni ko'rsatib Xitoyni irqiy qirg'inchilik qildi degan nuqtaga kelib, shuni qonuniy vosita bilan isbotlag'izib, bu xalqlarning bir tartibi var, bir kun tartibi var. Xalq itiraf qildigan bir formulasi var. Biz shu formulasiga tushirishimiz kerak. Bu bizning o'zimizning hissiyoti bilan, o'zimizning tushunchasi bilan, voy mana anda demabsizlar 3 millionni, 5 millionni, 5 million, 10 million uni isbotlab chiqqan degan oldi. Bizning deganimizni haq hisob olmaydi qarindoshlar. Mening hisobimda mening 20 million, 30 million devog'im bor. Ammo uni hisob olmaydi. Shuning uchun hisob qoldirish uchun biz tirishchilik qilishimiz kerak. Biz isbotlab chiqishimiz kerak shuni.
isbotlab berish uchun, uçurlarni to'plashimiz uchun shu uçurlarni har xil tillarga tarjima qilib, bir yaxshi shaklda anglatib, har xil muxbirlarning, har xil hukumatlarning, tashqi ishlar ministri va shularning diqqat e'tiborini buningga qaratishimiz kerak qardoshlar. Şuna bu noktada izlenmeyiz. Ananda depsile, manamanda depsile de pek yok bir adamdan putak tapmayız. Vatanımızın zulümünün günden güne yığılıp gitip ağalığını, halkımızın nala feryadından günden güne işip gitip ağalığını. Bunu gün anlayıp verip, kulkumuzu pişip, küzümüz, işimiz kurup, unutulup kalmayla kardeşler. Hemimiz üzümüzge layık hareketimizni kısak, üzümüzge layık işimizni kısak, üzümüzge layık çoğu fidakarlığımızı kösetsek bu iş el oldu. Ama bu iş şahsen mening tarafim bilan ya 4-5 teşkilatdan ya 5-10 işi bilan lam hal bo'lgan narsamiz. Butun umumiy xalq o'zimizning imkoniyatimiz yetganini jiqtab ketdim men. İmkoniyatimiz yetgan shaklda harakatimizni davomlashtirsak, imkoniyatimiz yetgan shaklda buning tirishchilik ko'rsatsak, imkoniyatimiz yetgan degan qila olgan ish demakchi. Qila olgan ishimizni qila olsak bo'ladi. Gapni qildik, ishni qila olishimiz kerak. İşini qılanmay turib, quruq gapni qilavergan bilan, u WhatsAppda ko'tildagan bilan qimmat qilmaydi. Xalq bunda gapimiz bilan emas, amaliy harakatimizga qaraydi bizning uchun. Amaliy harakat nima ish qila oldi dedim. Men necha qitim dedim, bizning ko'zimiz ishga olgan bilan xalqning ko'zida necha ming ko'z bor. Siz bilan bizni kutib turgancha, qarab turgan nima ish qilyapti-da, nerda qopib, nerda o'tiryapti-da. Nima ish qildi, nima dedi degan narsalarni xalqimiz bilan hammasi aralashib hemiz oturup bizge o'xshash chiqmagan bilan, lekin makkallasida o'ylab tafakkur qilaylik. Şuna biz heliqi amalninki piyg'i tushganlar, huquq tamasida o'g'illar ulama oshkora o'tirdi. Xalq uchun fidokorlik qilayotgan, xalq uchun milini atayotgan, xalq uchun jinini atayotgan, xalq uchun bütün ahlini atayotganlarni o'tirdi. Buni xalq üz közülen göre fark kılalaydı. Biz ügetmesek mi? Biz hemmisiga berip mana andatdi, anandatdi dep bermesek mi şu? Xalq bilgüçülük aletdi. Bilenmeyenler, taraf tutup unutulup ketkenler, başkalarını görenmeyenler o amalımız yok. Onu yüzü keyin his qilib qoladi. Keyin 5 yildan keyin biz keyine qarasa, maaşını to'g'ri qilib ekanmiz, maaşını xato qilib ekanmiz. Shunda farqlantiradigan shuni aql versin deymiz. Aql idrak versin, tefekkür versin Cenab-ı Allah. Doğru şekilde manalaydigan hammamizga cho aql idrak versin. Xalqimizning mushunchalik zulm turayotgan kunlarda mushuning uchun men bir erkak bo'lish, bo'lish uchun elning g'amini yeldimi, yemadimmi? Bu elning bugungi g'ami nimada? Men nima ish qilyapman? degan savolni har bir erkak o'zimizdan so'rasak, buning javobi chiqadi deb o'ylayman. Hammangni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.